qiyinchilikda. Ne'mat biz bilan. Ne'mat biz bilan, gunohimiz bilan qolmasin. Qolmasin deyapman-da. Qattasizlar deb qo'yasiz, yeb bo'lib ovqat. Bola o'chirib olamiz. Yo'llar mana havolar yaxshi. Endi issiqligi bor. Bu ne'matlarga Alloh taologa hamd sanolar bo'lsin. Parvardigorim, senga hamd sanolar. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Salim bo'y o'chirgan nimalar bo'lardi, kamayib ketyapti. Toshkentda orqada Nizomi. Ha, juda katta ne'mat ishda ketdi. Zaparman doktor so'rab berdilar. Nizomdan yaxshi bilamadi. O bunga bir oydan shifol bo'lgani bor edi. Avariya bo'lib doktor yana yo Zaparman doktor. Zaparmanni o'zlari ham Matasekilda avariya bo'ldi. Ammo daryo mana. Matasekilda Sirdaryo. Muhammadjon. Mashinani minib ketyapti bugun. O'shingiz, qo'lni ushlab olsangiz. Sirdaryoni kartadan kuzatsam, Qozog'istonga borib, hakkadur yo'qolib qolar ekan. Ana u Orolga boradi-da. Mashinani ko'p qo'yganiga. Yana katta odamlar masalasi bor. Yonidan yo'l bor ekan, o'taman desa, u betonni bor ekan. O vaqt keyingi o'ziga yaxshi xudo bir saqlabdi. Xudo saqlabdi yana. O'rta dedim, endi dedim, siz dedim, juda yoshligingizdan dedim, ko'p og'rigan dedim, ko'p o'ylagan ham xudo saqlabdi. Mana bu yerda Koreya masjid deyiladi. Mana masjid? Koreya. O'zi oti boshqa-yu, biz Koreya masjid qo'yib olganmiz. Nimaga mana bangiz? Koreyslar hammasi shu yerda ishlaydi. Koreya masjidi mahallada masjid. Mana shu qishloqdagilar bari Koreyaga borib tirikchilik qiladi. Hammasi mana shu Koreyaga boradi. Juda ko'pida. Hammasi mana shipirlari bir xil. Bunga o'zi-yu Koreya masjidi qo'yamiz.